Assalomu alaykum. Men Turki bola mahallasidan kelgandim. Saidov Iskandar ismim, familiyam. Shu chorvachilik yo'nalishida kredit olmoqchi edim. Shunga qanaqa turdagi chorvachilik yo'nalishida kreditlaringiz bor? O'sha pul ko'chirish yo'li bilan emas, shu iloji bo'lsa naqd pul yoki shu plastikka bo'lsa shunaqa turlarini tushuntirib bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Bugungi kunda bizlar Xalq banki tizimida moliyaviy ko'mak 100 kreditimiz bor. Jismoniy shaxslarga, o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga 100 million so'mgacha beramiz. Yuridik yoki yakka tarafdor tadbirkorlarga 300 million so'mgacha beramiz. Siz aytganda o'sha naqd pul ko'rinishida yoki bank plastikasiga pul ko'chirish yo'lini beramiz. Siz jismoniy shaxs sifatida olmoqchisiz. Shunday. 36 oy muddatga beramiz, 6 oy imtiyozli davr bilan beramiz. Faqatgina bank talabi siz bizga garov deyishingiz kerak. Garov bormi? Garovimiz bor. 2022-yil Cobalt bor. Cobalt bor. Demak, siz bizlarga o'sha moshinda hujjatlari hamda o'zingiz band qilgan hujjatingiz bilan ariza bilan murojaat qilasiz. 3 bank ish kunidan biz sizning moshinangizni baholab, qancha miqdorda kredit ajratishimizni sizga ma'lum qilamizda. Hujjatlar rasmiylashtiriladi.